O'shanda 2001-yilning may oyi edi. Zangiota qishloq fuqarolar yig'ini raisi Solixo'ja aka Norxo'jayev yurist Ramziddin Umarovga maslahat soldi. Menga oyoq qo'li chaqqon mas'ul kotib kerak. Kimni tavsiya etasiz? Ramziddin aka bir zum o'ylanib qoldi. Keyin yaxshi bir nomzod bor, maktabda ishlaydi. Oliy ma'lumotli bo'lmasa-da, har qanday o'qimishli mutaxassisdan kam emas. Bilimli, chaqqon, mas'uliyatli, o'ziga topshirilgan har qanday vazifani vijdonan bajaradi. Chaqirsangiz bir gaplashib ko'ray. Oradan ko'p o'tmay raisning xonasiga o'rta bo'yli, Qorachidan kelgan istarasiz siq yoshgina bir ayol hayajonlanib kirib keldi. Bu Nargiza Ahmedova edi. Qisqagina bo'lgan savol-javob turmushning og'ir sinovlarini matonat bilan yengib, ikki farzandni bag'riga bosib, oq yuvib, oq tarab tarbiyalayotgan Nargizaning keyingi mashaqqatli, ammo sharafli hayot yo'lini belgilab berdi. Solixo'ja aka Norxo'jayev bilan ishlagan yillari Nargiza u kishidan juda ko'p narsani o'rgandi. Tajribasi ortib bordi. Qishloqning har tomonlama obod va ko'rkam bo'lishi yo'lida rais bilan bab-baravar jon kuydirdi. Nargiza Ahmedovaning mehnat faoliyati davomida Zangiota ziyoratgohi 2 marta obodlik sari yuz tutdi. Birinchisi ziyoratgohning orqa tomonidagi o'nlab yillardan beri buzilishi aytilayotgan, ammo bu ishni amalga oshirishga hech bir rahbar bosh qo'shmagan 9 ta eski xonadon Solixo'ja aka Norxo'jayev tashabbusi bilan saxovatli insonlar ko'magida buzilib, ularga boshqa joydan yangi uy-joy qurib berildi. Zangiota ziyoratgohi obodonlashtirildi va har yili bu yerda qator toshqozonlarda xalam pishirilib, undan yosh-u qari bahramand bo'ldi. Qiynalgan oilalar farzandlarining sunnat to'ylari o'tkazildi. Bunga hammadan ham ko'p Nargiza boshchiligidagi mahalla xotin-qizlar bilan ishlash komissiyalari raislari bosh qo'shishdi. Nargizaning qiziq bir odati bor. Obodonlashtirish ishlarimi, birorta tadbir o'tkazilishi bormi yoki boshqa bir muammoni hal etishmi? Qo'yingchi, qanday yumush bo'lmasin, bu sening ishing deb qarab o'tirmay, boshqa mahallalarga ham yordamga shoshadi. Xullas, qishloqda qanday ish amalga oshirilmasin, Nargizaning tashkilotchiligi katta bo'ldi. O'sha yillari ayniqsa obodonlashtirish ishlariga katta e'tibor qaratilganligi bois Nargizaning o'zi ham ko'chalarni obodonlashtirish, gul ko'chatlari ekishda, qo'liga supurgi olib, yo'llar chetini supurishda barchani o'z ortidan ergashtira oldi. E'tiborlisi obod bo'layotgan joydan kelayotgan mehmonlarning qadami aramay qoldi. Ayniqsa Yaponiya, Ispaniyadan kelgan mehmonlar xonadonlarga kirib, qishloq hayoti bilan tanishar ekanlar. Turmush tarzimizga havaslari kelib, mehmonlar daftariga iliq so'zlarni bitib ketishdi. Bu dargohdan hech kim norizo bo'lib chiqib ketgan emas. Bu jumlalar aynan Nargizaga qarata aytilgandek. U qishloq fuqarolar yig'iniga kimdir qandaydir yumush bilan ketsa, unga tezda yordamga oshiqishi bilan ham tez orada odamlar orasida tanildi. Shu boisdan ham oradan 5-6 yil o'tgach, odamlar uni bir ovozdan qishloq fuqarolar yig'ini raisi etib saylashdi. Endi Nargiza yanada g'ayrat bilan ishga kirishdi. Qishloq fuqarolar yig'inlari tugatilgach esa u eski qala fuqarolar yig'ini raisi, Zangiota qishlog'idagi mahallalar koordinatori sifatida mehnat faoliyatini davom ettirmoqda. 2014-yilda Zangiota ziyoratgohida olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Uning bugungidek chiroy ochishi zamirda Nargizaning ham yillar davomida behalobat o'tgan kunlari, uyqusiz tunlari mujassam. 2023-yilda Nargiza raislik qilayotgan mahallada katta o'zgarishlar bo'ldi. Toza ichimlik suvi kirib bormagan ko'chalarga suv quvurlari tortildi. Aholini to'g'ri yo'naltira olgani bois tashabbusli byudjetdan
Ko'chalarni asfaltlashtirish loyihasiga mablag' yutib olishdi. Mahallada tadbirkorlik rivojlanmoqda. Obodonlashtirish ishlari ko'ngildagidek tarmoqlardan unumli foydalanilmoqda. Aholi murojaatlari bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bir armonim oliygohda o'qimaganim edi, deydi u. Shu yoshimda oliygohda o'qiyapman. Ha, intilganga tole yor deyishadi. Nargizaning barcha orzulari birin-ketin ushalmoqda. Turmush o'rtog'i bilan 4 farzandning 2 nafarini o'ylab joylashdi. Bugun bolajonlarini jonidan yaxshi ko'radigan Nargiza bir-biridan shirin nevaralarning yoshgina, sevimli bujonisi. Danki mahalla, balki qishloq ahlining ham sevimli insoni sifatida odamlarning rahmatini olib yashashda va ishlashda davom etmoqda. Nargiza Ahmedovaning fidokorona mehnatlari davlatimiz tomonidan munosib baholanib, u davlatimizning yuksak mukofoti sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandi.